25. Ögdilmişning kun tug'di Alik huzuriga kirganligi aytiladi. Ögdilmiş kirib keldi. Yüzme-yüz turib xushal holda Alikka ko'rindi. Alikning Ögdilmişga suoli. Alik ko'rib darhol uni chaqirdi. Zaman seni nima qildi deb so'radi. Kechirmish kunlaring qandoq o'tyotdi? To'g'ri yuryotansan yoki agri yo'ldimi? Atangdan keyin zaman sana nimalarni qildi? Xushallik baxsh qildimi yoki g'am qayg'umi? Ögdilmişning Alikka javobi. Ögdilmiş o'tinib dedi. Davlatlik Alik, uzun yasha, noming yeyilsin. Alikdan yiroqlashib, xizmatidan sirtda qoldim. Zaman mendan yuz o'rib, qo'shimisini turdi. Uzun bo'ldi Alik yuzini ko'rmadim. G'am qayg'u bilan yurib kulmadim. Bugun Alik meni aslab oldiga chaqirdi. Menga umid va davlat kameri bog'landi. Men Alikning yorliqini angladim. Kunim yaxshi bo'ldi, ko'zim nurlandi. Alik har turlik bilimlarni so'radi. Ögdilmiş javob berib so'z ochdi. İrfan elektron şirketi turlik lug'atlarni chiqarib til boyligingizni oshiribla qolmay, bu xil asarlar bilan odam bo'lishning epini o'gitib, dil boyligingizni ovundirmoqchi.